Surxondaryoda suv ta'minoti xodimlariga Onyx mashinasi topshirildi. Bugun Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Shimoliy darvoza suv ishlab chiqarish va tarqatish bo'limida Termiz shahar, Sherobod va Denov tuman bo'limlariga yangi xizmat avtomashinalari topshirildi. Tadbirda O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i o'rinbosari Asliddin Ergashev va Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati direktori O'ktam Abdulqosimov ishtirok etib, bo'lim rahbariga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Onyx rusumli avtomashinalarni topshirdilar. Ushbu transport vositalari ichimlik suvi ta'minoti tizimida xizmat ko'rsatish jarayonini tezkor va samarali tashkil etish hamda xodimlar mehnat sharoitini yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur tashabbus Prezidentimiz tomonidan suv ta'minoti sohasi samaradorligini oshirish, mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish va aholi uchun barqaror ichimlik suvi yetkazib berishni ta'minlash borasida belgilab berilgan vazifalar ijrosining amaliy ko'rinishidir. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'ling.